Salam ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun sizlarga olib kelganimiz intayin yeyishlik bo'lgan malaga qilish usulini olib keldik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bunun ketadigan asosiy materialimiz yangi biliqqa to'g'latgan bo'lsa bo'lmaydi. To'g'lamagan yangi biliq bo'lsa bo'ladi. Bundan boshqa doya, yubasay, tofu pi, tofu, chanagan samsak, pishaq so'ng piyoz, qizil loza. Biz hozir tayyorlikni boshlaymiz. Oldi bilan beliqning beshini kesib parchalab olamiz. Ondan aş umurtqa go'shi bilan tekkizib turib, beliqni parchalab olamiz. Bunun sunkini qisqa qilib parchalab olamiz. Endi bu go'shini sunkidan ajratib olamiz. Sunkini ajratqanda cho'qim pichig'imiz shu beliqniki sunki tekkizib turib, buni asta shilib chiqarib o'tamiz. Beliqning go'shini nepizroq holatda qilib yalpoqdab to'g'rab olamiz. Qiypash to'g'raymiz. Bak nepiz qilib bak qilinma bo'lib ketmaydi. Bak nepiz qilsak izlab ketadi. Buni biz yalpoqdab to'g'rab olib, azroq tuz suvi bilan pak yuvib, siqib suyini saqitib yeb olamiz. Mana hamma bu suvi chiqdi. Masuni pak chaqab elib, qaytada yana bir yuvamiz. Hamma tayyorlab olgan beliqqa ta'mlantirib olamiz. Tuz, cicing, akmoş, tuxumning eqi, bir tal tuxumning eqi bosildi. Shuni berib, biz aralashtirib olamiz. Azroq kraxmal beramiz. Hamma aralashtirib olib, eng oxirida azroq ustiga yog' beramiz. Buning tayyorligi bitdi. Hamda biz qozon beshib o'tib, suyini tanshab pishirishni olib boramiz. May qiziganda so'ng piyoz bilan zanjibilni silib, puroq chiqishcha qo'rib olamiz. Arkadan buğbencağını salımız. Arkada bu kolgu diliyor ya. Üstüne salımız. Arkada su koyuvalımız. Arkada tuz koyup tetiklanışıp temin tanışvalımız. Akmış, hoca unu, sınço, bicin qatarlıqdan salımız. Bu kaynagandan keyin içindeki lavalarını süzüyorsunuz. Arkadan bu tayyorlangan seylani sep pişirip olamiz. Bu seylani bu şorupda pişirip olamiz. Bunu bak şorupda pişirip alsak, ta'mi texmi ichi o'tib, texmi yeyishlik bo'ldi. Buni pishirib, qozonga usib olamiz. Hamda beliqning chanib olgan sunkini qozonni bir qaynatib pishirib olamiz. 2 minut atrofida qaynatsak pishib ketadi. Bu beliqning sunkini pishirib ilib, qozonning seyning ustiga qo'yib olamiz. Uni suzib olgandan keyin to'g'rab olgan beliqning go'shini o'tni pasiltib, birdan qozonga solamiz. Qozonga solgan zaman aralashtirmaymiz. Bu qitib şekli kirgandan keyin angiz asta-asta aralashtiramiz. Qozonning o't ishtik bo'lib kesib bo'lmaydi. Qozonni silib 2 minutdan keyin asta cho'mishning keyni bilan bu beliqni go'shini aralashtirib turamiz. O't kuchini mustaq egallaymiz. Bak yuqori emas, shu bak qaynab ketmagan holatda bo'ldi. Bu 5 minut atrofida pishib bo'ldi. Mana pishib bo'ldi. Ham buni suzib, qozondagi beliq sunkini ustiga qo'yib turamiz. Buni suyini ustiga qo'yib olamiz. Buni qo'yib olgandan keyin ustiga keskin lozni septiramiz. Bojo, samsak, qizil loza. Mayını qo'yib qo'ygandan keyin ustiga chanib olgan so'ng piyozni en ahırda üstüge 2 tal yumğaq sutun jupurumunu tashlab qo'ysak bo'ldi. Bugun oldikmi ko'pchilik? Bu seninki eng muhim yeri. Shu en ahırda qo'ydigan, ustiga qo'ydigan yog'. Buningga uyda itib olgan achchiq lozining miyi bo'lsa-mu, aralashtirib qo'ysak, texim achchiq ta'mi chiqadi. Haqida gunji chechib iste'mol qilsak bo'ldi. Bugun oldikmi? Bugun olgan bo'lsangiz yurak berib saqlab, yaqinlaringizga avatib turinglar, ularni foydalanib qolsin. Xeyr xo'sh, keyingi sonni ko'rishaylik.